Assalamu alaikum. Aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Biz normal davom qilayotgan video nashrimizning bugungi navbatini boshlamoqchi. Yana bir qatam muloqot qilgan. Bizni salomat qilib mush kunga ulashtirgan Alloh taologa hamd sano aytish bilan bu temani boshlayman. Ko'rib turganinglardek temamiz istitaksiz urush. Çoğun tema istitaksiz urushning ikkinchisi, teşviqat urush haqida notlarning ikkinchisi. Bu qismda biz teşviqatning mexanik qurilmasi jihatdan yoki ma'no jihatdan qanday turlarga bo'linadiganligini ko'rib o'tamiz. Teşviqatning turlari yani. Teşviqatni turga ayirganda bundaq bir qancha xil usulda turlash mumkin. Masalan, saviyasiga ko'ra, temasiga ko'ra, usuliga ko'ra, ko'lamiga ko'ra, tekshi yuziga ko'ra, manbasiga ko'ra turga bo'lish mumkin. Endi saviyasiga ko'ra bo'lganda ikki turga bo'lishga bo'ladi buni. Saviyasiga ko'ra teşviqatning ikki turi. Buning biri strategik teşviqat, yana biri taktik teşviqat. Strategik teşviqat uzun muddat ichida elib beriladigan, uzun muddatlik maqsadlarga qaratilgan va eng yuqori saviyada planlangan teşviqatdir. Masalan, Xitoylarning ma'rif orqali bizga singdirmoqchi bo'lganlari davlat kültürü deyiladigan, davlatning asosiy maqsadiga uygun yeni puhra ishlab chiqarish projektiga xizmat qiladigan bir teşviqatdir. Bu strategik teşviqat bo'ladi. Masalan, Xitoyatkor qo'l ishlab chiqarish projekti Xitoylar. Yana masalan, G'arb teşviqat vositalarining islom terrorizmi teşviqatimi strategik teşviqat turiga kiradi. Taktik teşviqat vaziyatning taqozzosidan maydonga kelgan ora nishonlarga qaratilgan va qisqa muddatli maqsadlarga qaratilgan teşviqatlardir. Masalan, Türkiye'deki qarindoshlar yaxshi bo'ldi. Erdo'g'anning 2008'da Davos uchrashishida İsrailiya reisi Shimon Peresga qaratilgan 1 minut degan xitob bilan insonlarning xotirasiga muhr bosgandek joylashib qolgan so'zi bir taktik teşviqatdir. Bir qisqa jumla, oddiy jumlaning o'zilla bir teşviqat. Endi temasiga ko'ra teşviqatni 4 kichik bo'lakka bo'lish mumkin. İqtisodiy, savdo teşviqati, diniy teşviqat, siyosiy teşviqat, harbiy teşviqat. Savdo tijorat teşviqati bilinib turganidek tovar e'lonlari, ya'ni reklamchilik, iqtisodiy teşviqatdir. Diniy teşviqat bu biz biladigan diniy tabliğ şu. Bunu biz eng tonish bo'lgan, eng keng turda ishlatadigan bir xil tur. Siyosiy teşviqat bu biz biladigan siyosiy maqsadlar uchun beriladigan teşviqat bo'lib, biz şu anda eng ko'p mana shu tur haqida so'zlab o'tiryapmiz. Bizning teşviqat haqidagi temalarimizning eng asosiy maqsadi siyosiy teşviqat. Shundaqla bu turdagi teşviqat aslida teşviqat so'zining kelib chiqishiga sabab bo'lgan muhim bir tur desak bo'ladi.
Normaldimi biz teşviqat deyilgen haman aqlimizga keladiğini siyasi teşviqatdır. Siyasi teşviqatdan aqsida yatgan köç ya siyasi hakimiyet yoki siyasi hakimiyet intilishidagi kuchlar bo'lgani uchun bu turdagi teşviqat hatto insonlik va axloq prinsiplarini bir yonga cho'rib tashlab, o'quv o'qitish ishlarini maarifni teşviqat quroli holatiga keltirib olganligini ko'ramiz. Xitoylarnikiga o'xshash. Xitoylar hatto haligi madaniyat inqilobi degan zamonlarning oxirida chiqqan fanniy darsliklarga, tabiiy fan darsliklariga siyosat aralashtirib oladi. Hatto matematika misollarida shunday misollar bo'ladi bizning kitoblarimizda. Dajay daduydiki dehqonlar her birisi mavjud sözlerden üzündü yazılgan taxtadan birini yasagan bolsa, manç adam qanchani yasagan boludu. Degendi. O'shanday narsa bo'ladi. Harbiy teşviqat endi, harbiy teşviqat. Bu askarlarga harbiy ishlarga munosabatli teşviqatlar bo'lib, bu hatto urush sahnalari ko'rsatiladigan kino filmlariga qadar ketishi mumkin. Ya'ni urush tasvirlangan kinolarmi bir urush teşviqatı. Buni degan ekanmiz, boshqa kino teşviqat emasmi, urushdan boshqa hammasi teşviqat. Bu ko'rinishlik teşviqat bo'lganligi uchun teşviqatning ichidagi eng kuchli hisoblanadi. Buningga savat ketmaydi yani. Buni tushunish uchun savat ketmaganligi uchun bu teşviqat eng kuchli ta'siri unumi yuqori bo'lgan bir xil teşviqat bu. Endi usuliga ko'ra teşviqatni 3 turga bo'lishimiz mumkin. Qoyil qilish teşviqati, qo'rqituvchi, voz kechtirguvchi teşviqat, kishkirtish teşviqati qatorliqlar. Nishon qilingan to'pning hissiyotini g'idiqlash orqali aqlini uyg'otib, mantiqiy asoslar bilan ularni qoyil qilishga tirishiladigan teşviqat qoyil qilish teşviqati deyiladi. Bu teşviqatda ulgi ko'rsatish muhim o'rinda turadi. Eslasanglar, yana Xitoylarning bu turdagi teşviqatlari nihoyat ko'p. Her davrda qahramonlarni o'tirg'i chiqardi. Bu sunniy yasalgan qahramonlarmi bor buning ichida. Bu qahramonlarni teşviq qiladi va oqidan bu qahramonlardan o'rganishga zo'rlanadi insonlar. Mana shunday bir teşviqat. Nishon qilingan to'pning ko'zini qo'rqitib, uni niyatlaridan yenishga, qilmoqchi bo'lgan ishidan voz kechish, yavash bo'lishga, singan nonni yeyishga zo'rlaydigan teşviqat qo'rqitish teşviqati deyiladi. Ko'rib turganingdek, bu bizning xalqimizning beshig'i doim keladigan bir teşviqat turi. Kishkirtish teşviqati. Asosligi nishon qilingan to'pning qondirilmagan orzularini g'idiqlash o'rnida. Hissiyoti, tabiiy sezgisi yoshirin eniga xitob qilish o'rnida. Kishkirtish teşviqati. Bizning qilmoqchi bo'layotgan teşviqatimizning bir turi bu turga kirishi mumkin. Ya'ni biz xalqimizdagi qondirilmagan orzu nima? Mustaqillik orzusi, ozodlik orzusi, erkinlik orzusi. Biz uni g'idiqlashga, uni uyg'otishga urinamiz. Bu holda bizning bu teşviqatimiz kishkirtish teşviqati degan turga mansub bo'ladi.
Maqsadiga ko'ra tashviqot normalda biz eng ko'p to'xtalayotgan tashviqotning o'zi. Bir turlik maqsadli tashviqot. İkinci tür bo'lsa qarshi tashviqot bo'lib, dushmanning ig'volarini yolg'onga chiqarib, chavusini chitqi yeyishni maqsad qiladi. Yaqinda to'rga yo'llangan bir rasm va ostiga yozilgan izoh mana bu turdagi tashviqot hisoblanadi. Men deb o'tdim u. Ko'p misol verdim, yana misol verishim mumkin. 90 yoshdan oshgan bir mo'may ikki Xitoy soqchisi bilan birga turgan rasm. Ostiga yozilgan izohat bu qadarini natsistlar qilmagan edi. Nayt qisqa, ammo bekmi ta'sirli tashviqot. Nishon qilingan ommaga ko'ra tashviqot. Bu uch turlik bo'lib, birinchi xili do'st davlat yoki xalqlarga boshqa do'st to'plarga qaratilgan tashviqot bo'lib, do'stlarning do'stligini sabit tutish, fikr o'zgartishining oldini olish, hatto do'stlik rishtasini kuchaytirish va davomlashtirishni maqsad qiladi. Masalan, biz bu tashviqotni hech qilib boqmadik. Bizning birdan-bir do'stimiz turk xalqi. Shundaqdimi biz turk xalqiga davomli tashviqot qilishimiz lozim keladi. Bizning haqqimizdagi qarashlarning sabit tutilishi uchun, bizga bo'lgan hisdoshligining mustahkam bo'lishi uchun, tavranmasligi uchun, bu do'stlik rishtasini texmi kuchaytirish uchun do'stlarga qaratami tashviqot qilishimiz to'g'ri keladi. İkinci türü ma'qul qilish, qoyil qilish tashviqoti bo'lib, tarafsiz to'plarni nishon qiladi. Buningdagi maqsad ularni dardimizga, maqsadimizga ishontirish va o'zimizga tarafdor qilib olishdan iborat. Bu boshqa davlatlar xalqlari xususida. Ya'ni Turkiyadan boshqa davlatlarning xalqi bizga nisbatan betaraf. Bizga tarafdor emas yani. Ama ularni o'zimizning tarafiga tortishga tirishishimiz lozim keladi. Bizga hisdoshlik qilishga qistishimizga to'g'ri keladi. Ta'sirlantirishga tirishishimizga to'g'ri keladi. Ana bu ma'qul qilish, qoyil qilish tashviqoti turiga kiradi. Tajovuzchilarning tashviqotlaridan bir turi mana shu qoyil qilish tashviqoti yuqorida deb o'tdik. Tajovuzchiliklarni pardalash, pardozlab ko'rsatish kishilarni haqliqligiga qoyil qilish yoki aldash degandeklarni o'z ichiga oladi. Masalan, istilochilar istilo harakatlari uchun xalqning qo'llashini keltirish uchunmi bu usulda tashviqot olib boradi. Xitoylarning 50-yillarning beshida xalqimizni aldash uchun olib borgan tashviqotimi mush turdan hisoblanadi. Amerikaning o'tir sharqqa kirishdan avval olib borgan tashviqotimi mush turga mansub. Ya'ni Saddamning ommaviy qatl-am qurollariga ega ekanligi va buning dunyo uchun tahdid ekanligi mazmundagi tashviqotlar qilmoqchi bo'lgan bu harakatni haqliq ko'rsatishga, xalqni bunga qoyil qilishga urinilgan bir tashviqot. Shundaqla nemislarning dunyo urushining oldida va dunyo urushi jarayonida olib borgan tashviqotimi bu turga mansub. Parchalash, sundirish, vayron qilish tashviqoti. Bu tashviqotning nishoni dushman to'plar bo'lib, dushman to'pini bo'lish, bir-biriga kuch kiritish, ojizlashtirish orqali butunlay mag'lub qilishni maqsad qiladi. Izohatga o'rin yo'qki, bu tashviqotni asli biz qilishimiz kerak bo'lsa-mu, biz bu jihatdan hech nima qilib boqmadik va o'ylab boqmadik. Ammo dushman buni har kuni bizning ustimizda o'ynayotadi.
parçalash, sundirish, vayron qilish tashviqotini har kun qilyapti. Mush torlarga diqqat qilsam. Aramızda fitne terish uchun kuch ko'rsatdi. Bizni ajizlashtirishga urinadi. Biz o'ynalishga bekmi uchiq bo'lganligimiz uchun, ya'ni mudofiasiz bo'lganligimiz uchun har qanday o'yinga kelaveramiz. Bu haqda kelgusida texmi tafsili va texmi aniq, konkret misollar bilan so'zlashim mumkin. Şuna bir yerde fakat teşvikatının türlerini kısık tanıştırış olganlığı için bugünkü maksat aşınçılık toxtaladı. Kapsamaga göre teşvikat. Bunun biri umumi teşvikat bulup cemaatinin hemmesi tartıldı. Yeni biri çeklik teşvikat. Bu ma'lum bir rayon halkı, ma'lum bir sınıf yoki ma'lum bir tabiiga qartilgan bo'ladi. Üçüncüsü neferlerge qartilgan teşvikat. Bu şahslarga qartilgan teşvikattır. Biz teşvikat dese ya tam gizligi çaplagan, tam gizli deydigan tamlarga yoğun xatlik qilib çaplagan ne yoki ama Xitoylar bizga qarta elib boradigan teşvikat mashinalarida ko'chalarni aylanib жүріп yoğun yangratqılar qildigan teşvikat yadımızda ol keladi. Bizning teşvikat haqida tushunchimiz ashunday bir chekli. Teşvikat shaxslarcha har bir shaxsga kerak deb bo'lgan vaqtida. Masalan, mo'yma odamlar olib qoladi. Chuqum uning ideyasini o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu vaqtda bir shaxsni muhatap elib ashunga qarata teşvikat qilinadi. Geometrik teşvikat. Tiksigi teşvikat. Vertikal teşvikat yani. Bu teşvikat yuqoridan tuvanga qartilgan teşvikat bo'lib, tuvanga qarta amaliyleştirilgan teşvikat. Bu teşvikat eng keng shaklda qo'llanilayotgan teşvikat turidir. Bu davlatlarning elib berayotgani. Yuqoridan tuvanga. Endi ko'ndilan teşvikat. Horizontal. Bu ma'lum ta'sir ko'rsatkichi shaxsga tayinib başlatilgan, ondan top ichidagilar teng barobar mavqeda turib, bir-birlariga elib boradigan teşvikatdir. Bu Xitoylarning elib boradigan teşvikatning asos turi bo'lib, davr bir qahramon ulgi tiklab, u ulgiga tayandirilgan teşvikatdir. Kishilar yoki guruhlar bir-birlariga mushu ulguni ta'kidlaydi, bir-birlarini mushu ulgu asosida baholab, kamtiklarga qarshi ulguni tilga olib turib, qarshi tarafga o'git yuradigan shaklda bo'ladi. Bu madaniyat inqilobida eng oshkora, eng ko'z bilan ko'rinadigan shaklga kelgan bu teşvikat. Har bir odam yanglariga qizil belgini taqib olgan qizil qo'g'duvchilar, qo'llarida Mao Zedongning rasmini turib olgan har bir fuqaro teşvikatçı. Yani uçağıldaki nüfusunu 700 milyon deydi, Xitoyning 700 milyon teşvikatçı. Hemmisi bir-biriga nasihat qiladi, bir-biriga ideya xizmat ishlaydi. Mana bu ko'ndilan teşvikat. Qurolliq teşvikat. Bu anlamakka g'alati tuyuladi ama. Qurolliq teşvikat his qildirish, faraz qildirish yoki idrok qildirish asosida ta'sir qiladigan bo'lib, biror qonliq voqea, terror voqeasi orqali guruhlar o'zining mavjudiyatini bildirishni maqsad qilishi mumkin yoki bu voqea orqali kishilarga maqsadiga uyg'un ma'lum bishoratlarni berishi mumkin. Bu xil teşvikat usuli asosan Xitoy Kommunist partiyasining dastlabki davridagi banditlik harakatida qo'llanilgan. Stratejilik mudofaa, stratejilik tanqonlik ve stratejilik hücum deyilgan mavzuduncha partizanlik nazariyasining birinchi qadamidir bu.
Mao bandit yani. Mao bizga keyin tarixni yasab, o Jingangshan'da partizanlik qildim deyotgan vaqtida amaliyotda banditlik qilgan. Bir to'p qurolli odami bor. Shaharlarga, bozorlarga, kentlarga tuyuqsiz kechalarda bostirib berib, pulliq boylarni bulab, bu boyliqlarni elib, yana taqqa qechib ketib oladigan banditdi. Ya'ni bandit beshi mavzuda. Endi bu Jude'ning bandit to'pi bilan Jingangshan'da uchrashganlarini bu ikki partizan atrofdan inqilobiy qo'shinning uchrashish qilib tashviq qilindi keyin. Endi bu Kommunist partiyasining hokimiyatga chiqish qadam bosqichidagi eng dastlabki birinchi qadam. Bu strategik mudofaa qismi. Manbasi ko'ra tashviqot. Birinchisi oq tashviqot. Manbasiga ko'ra tashviqotning kichik birinchisi oq tashviqot. Oq tashviqot manbasi aniq bo'lgan va ochiq ilib berilgan tashviqotdir. Ochiq tashviqot yuz bergan voqea hodislarni to'g'ridan to'g'ri anglatish orqali ilib berildi. Shart, buningdagi shart. Bu yuz berganlar bizning tashviqot maqsadimizga uyg'un keladigan bo'lsa, pardozga ehtiyoj bo'lmasa, buni ochiqdan ochiq va to'g'ridan to'g'ri anlatadi. İkincisi tutuq tashviqot. Manbasi aniq bo'lmagan, nishon qilingan jamoatning tushunishiga, analiz qilishiga qoldirilgan tashviqot tutuq tashviqot deyildi. Ya'ni bishorat berish shakli orqali. O'zing tushunib ol shaklidagi tashviqot. Uchinchisi qora tashviqot. Boshqa manbaning nomida qilingan tashviqot bo'lib, bundaq tashviqotda boshqasi manba ko'rsatilgan bo'lg'achqa tashviqot temasining to'g'ri xato bo'lishining ahamiyati yo'q. Bu xuddi quyruq ko'rsatib o'pka setishga o'xshaydi. Bu qora tashviqot normalda istixborot tashkilotlari o'rinlashtirish qiladigan va ular planlaydigan bir xil tashviqot. Maxfiy tashviqot harakati. Tutuq tashviqot va qora tashviqot yo'li bilan elib beriladigan tashviqot faoliyatlarini yana yoshirin tashviqot harakati deb atash mumkin. Bunday tashviqotda o'zimizga oid bo'lmagan matbuotlarda ishlaydiganlar, tahrirlar, ston yozuvchilar, sahifa avtorlari qatorliqlarni setib olib yoki maqsadimiz yo'lida qoyil qilib, ularning qo'li orqali elib beriladigan tashviqot bo'lib, bular kishilik do'stlikdan tortib, toki rasmiy maoshliq chashtlargacha ketishi mumkin. Bu chasht degan so'z Uyg'ur tilida tashlanib ketgan bir so'z, qarindoshlar. Bu Orxun Yenisey abidillarda tilga olingan agent degan ma'nodagi agent yoki agent degan ma'nodagi, ya'ni idorada o'tirib ishlaydigan yoki MIT'da, CIA'da, Mossadda, MI5, MI6'da ishxonada o'tirib ishlaydigan resmiy mutaxassis jasuslarni qadimgi Uyg'urlar chasht deb ataydi. Bugun biz yeni zamonda buningchilik bir atalg'imiz bo'lmaganligi uchun men shu kona so'zliklarimizdan buni ishlatishni to'g'ri topdim. Bundan keyin ko'p ishlatildi. Shunga chasht degani yuqori darajalik tarbiyalangan jasus, ya'ni agent. Bu
teşviqat, yoşurun teşviqat hareketide işletildiğanlar, hani şu şəxsi dostluq arqılı qolğa keltirilishdən tartib resmi maaşlıq çaşıtlarga ketishi mümkün. Bu asaslıqı xalqara sahnalarda ilib berildigan teşviqat bolup, teşviqatның planlagıçılары əməliyləşdirgüçülər məxfi qilishga tirişiladi. Angliya neft şirketlərinin Şimal dengizida chiqarindilar sababidan o'lgan suv qushlarının filmini Saddam Hüseyin'nin Basra koltuğunda koyuvetken neftten ölgen şekilde sunulganlığı mana şu məxfi teşviqatның bir misali oldu. Başka birisinin qilgan qiliqini başka birisiga keydirib qilingan teşviqat. Asas prinsip sifatida diqqat qilindigini, mayli uchuq teşviqat yoki məxfi teşviqat bo'lsin, teşviqat faaliyeti bir merkez tarafından planlanışı fakat əməliyləştirishdə ayrım elib berilishi kerak. Soğuq münasibətlər urushi mezgildə məxfi teşviqat hareketinin vasıtaları şular idi. Məxfi radio. Bu bizga natunish emas gap. Sovet ittifoqi Xitoylar bilan munosabati yomonlashgan paytlarda 60-cı yıllarning başlarından Medeniyet İnqilobining başlarıgacha aralıqda Almatıda Vatan Qutquzish radiosi nomli bir radio qurgan. Faqatla bu Sharq Turkistonga qaratilgan Xitoylarni achchig'ini keltirish, Xitoylarni tizlantirish uchun elib berilgan bir radio teşviqatı var. Bu teşviqatda bu Vatan Qutquzish radiosida shu bizga tonish bo'lgan Yusufbek Muxlisov qatorliq kishilar bu Vatan Qutquzish radiosida ishlagan. Vatan Qutquzish radiosi anglitishlarının oxirisida bizni izdemoqchi bo'lsanglar, Tangri tog'laridan, Qaraqurun tog'laridan, Altay tog'laridan, Teklimakan cho'llaridan izdanglar deb adres ko'rsatib qo'yapti. Demakchi bo'ldiki, bu Sovet ittifoqi qilayotgan o'yin emas. Bu Sharq Turkistonliklar Sharq Turkistonning ichidagi ma'lum bir yerda maxfiy qurgan radio stansiyasi degan ta'sirotni yeyish uchun deb qo'yayotgan bir gap. Buningga ishongan bizning inqilobiy yoshlarimizning xil nurg'uni bu radio stansiyasini ishlash uchun cho'lma-cho'l, tog'ma-tog' kezib yurgan hikoyalar bor o'tirdi. Mana shu maxfiy teşviqatning birisi. Bu radiodan başqa uqtirish va tam resimlari, fitna fasad, söz çölçekler, latife, həcviylər. Məsələn, bizning xalqimiz ichidimi Xitoyning zulmini anlatadigan bir muncha she'r qo'shoq latifalar o'tirib chiqqan burunlarda. Mesela ben bunun bir romanda tilga aldım, kelgüsüde görürsüler. 50-ci yıllarda kommunal devrinde. Bizden jutta indi bir qo'shoq chiqibdi ki. Asmandaki ayni ko'rim, heytaxundek bayni ko'rim. Kommunanın hoylusida to'xunun ko'zidek nonni ko'rim deydi. Kommunaga yig'ib bilib, cho'nglar uchun cho'ngroq non, o'quvchilar uchun o'tirroq non, maktab yoshiga yetmaganlar uchun texmi kichik non. Ayni darajalik non yetib och qo'saq ishlatgan avvallar bo'lgan. Ashundaq hajviy ma'nidagi nurg'un she'r qo'shoqlar bor. Uyg'ur xalqidan. Bu haqda Xitoylarning mashhur yozuvchisi Lushin Apandimi
bir söz qilgan. Mustabidlik odamni tani chiqib qo'ydi degan. Ya'ni mustabid tuzumda kishilarning so'zlash erkinligi bo'lmaganligi uchun yurkidagi gapini to'g'ridan to'g'ri deyolmaganligi uchun tani yo'li bilan deyishga majbur bo'ldi. Mana shunda. Shu varlar yana. Xilvat yerlarga xat va rasm choplash. Bu bizning vatanimizda ko'p ko'rilgan ishlar. Tomga xilvat bir yerlarga tomga shuvar choplab qo'yadigan ishlar doim yuz berib turadi. Matbuotlarga yolg'on xabar yo'llamak, yolg'on xat yo'llamak, para, shaxslarni guruhga olish, qo'rqitish, tahdid silish qatorliqlar mush turga kiradi. Undan boshqa tutuq yoki qora tashviqotning nihoyatda yaxshi tarafi shuki, dushman tashviqoti degan qalpoqni kiymasdinla ishontirish kuch qozondiganligi. Kimning o'tirib chiqarganligini bilolmaysiz. Bu mushkundimi bor bu. Mush to'g'rildi bor bu. Bizning kallamizni qaytirdigan, bizni vasvasaga soldigan, bir-birimizga dushman qiladigan, posoqqida o'tirib chiqarib qo'yib yo'qolib ketadigan ismi noma'lum inkaschilar, ismi noma'lum mualliflar tarafidan o'tirib chiqarildigan. Mushular mush turdagi tashviqot bu. Tashviqotni planlagan markazga zarar keltirmasdinla har xil sezgur temalarni qo'llana oladiganlar. Xitoy qilyotdi buni hozirmi? Biz qilolmayapmiz. Dushmanni qaymoqtirib o'z ichidan xoin izlash ovarchiligiga mahkum qila oladiganligi buning afzalliklaridir. Birisi dushman tashviqoti degan qalpoqni kiymaylam xalqni ishontira oladi. Tashviqotni planlagan markazga ziyon kelmaydi. Chunki u yoshirin bo'lganligi uchun. Texmi obday yeri dushmanni qaymoqtirib o'tisiz, o'z ichidan xoin izlash ovarchiligiga mahkum bo'ladi. Qora tashviqot, nishon qilingan to'p ishinadigan bir manbaning nomini qo'llanib, yuksak darajada ta'sir qo'zg'ashi mumkin. Har turli temani ochiq, oshkora qo'llanish imkoni bo'ladi. Nishon qilingan to'p ichida elib berilganda qisqa muddatda ta'sir yaya oladi. Yetersizlik shuki, manbasining maxfiy tutilish majburiyati tashviqotning putqoliga tushak bo'lib, cheklimalik yaratadi. Undan boshqa maxfiy tashviqotning kuchi uning maxfiyligida bo'lib, manbasi bilingan hamon tashviqotning kuchi tugaydi. Shuning uchunmi uning maxfiyatini qattiq ta'kidlaymiz. Nishon qilingan davlat ichida hamkorlashuvchilarning bo'lishini taqozo qiladi. Agar boshqa bir davlat yana bir dushman davlatning ichida elib bormoqchi bo'lgan vaqtida bunday maxfiy tashviqotni, qora tashviqotni, go'ngi tashviqotni shu davlatning ichidan hamkorlashuvchilarni izlaydi. Bu shuni taqozo qiladi. Ya'ni shu davlatga nisbatan xoinlarni izlaydi. Munofiqlarni. Ularning qo'li orqali elib boradi buni. Bu bo'lsa ularning bexatarligi masalasini tug'diradi. Endi xoinlarning tutilib qolish masalasi kelib chiqadi. Bu holda tutilib qolish, yo'q qilinishdan saqlanish uchun doimla o'rin almashtirib turishga to'g'ri keladi. Bir hodisa tug'ilgan yerda, bir tashviqot pash bo'lgan yerda davomliq epag'in olmaydi. Uni darhol yana uzoq bir yerga yo'tkab uyani midirlash kerak. O'xshash bir harakat bir yerda takrorlansa tutilib qoldi. Maxfiy harakatlarning hammasi shunday. Masalan, agar siz maxfiy telegramma apparati ishlatmoqchi bo'lsangiz, yarasti faoliyatlarida uning ma'lum o'lchami bor. Vaqt o'lchami. U vaqtdan eshib ketsinlar, sizning o'rningizni bilib oladi. Shundaqla o'xshash yerda 2-3 qatim takrar
ishletseniz Telegrammani yana xatarlik yuz beradi. Shunga o'xshash bu maxfiylik berildigan ishlarmi o'rni takrorlanmaslik kerak. Daim urib yetkazib turishga to'g'ri keladi. Bugungi temamiz mishada oyoqlashdi. Keyingi temamiz tashviqotning texnikalari, ya'ni hunarlari, mayirliklari degan ma'noda. Aslida bugun oldingi xatimda tamsil bergandim bir yangilarning tamsilini. Ebeydulla Saman Satqandek deganni. Bu tamsilning aqsidagi hikoyani so'zlab beraman deb niyat qilib kelyaptim. Bugun kayfiyatim yaxshi bo'lmaganligi uchun bu hikoyani deyishga yer bermay qoldi. Shunga kelgusi deyishamiz. Hammanglarni Allohga topshirdim. Alloh hammanglarni salomat qilsin.